Bugungi o'tadigan mavzuyimiz ega animnida mavzusi. Bu emas degan ma'noni bildiradigan grammatika hisoblanadi. Emas. Ya'ni biz ot bilan gap tuzishni o'rgangandik. Mana shu holatda men o'quvchiman, men o'qituvchiman degan gaplarni tuzgandik. Shunda qaysi holatda tuzgandik? Shonim, men, sonni, senning, bir imnida degandim. Ya'ni otga ot gapida imnida gapini grammatikasini o'tgandik. Imnida. Bu qaysi holatda foydalanilardi? Buni foydalanilishi formal gaplarda. Formal gaplarda imnida bo'lib kelardi va agar ko'cha-ko'yda shunchaki oddiy so'zlashuv uslubida esa yo grammatikasida va formal gaplarda esa imnidani qo'shib qo'yar edik. Endi esa mana shu holatda biz buni dir degan ma'noni bildirar edi. Endi buni inkor shaklini yasaymiz. Bugungi mavzuyimiz ham shunga bog'liq, inkor shaklini yasash. Inkor shakli qanaqa bo'ladi? Masalan, Dinorani son senning m bilan tugadi. Bu ikkinchi qismga qo'shiladigan qo'shimcha emas degan grammatikasi. Son senning mi bilan tugaydi. Qo'shamiz. Son senning mi animnida deymiz. Ya'ni Dinora o'qituvchi emas bo'lib qoldi. Ko'rdingizmi? Bu hozirgi o'rgangan grammatikamiz animnida. Endi mana shu yerda mo'ja degan so'z bo'lsa, boshi keyin emas desak ga animnida bo'ladi. Nimaga? Chunki bu unli harf bilan tugagan uchun ga qo'shildi va animnidani o'zi qo'shildi. Bu emas degan so'z. Emas degani koreys tilida ga animnida, iga animnida bo'lar ekan. Endi mana misolga ko'rib chiqamiz. Misolda nima deyilyapti? Michael She'ning miguk saram imlikka. Michael She amerikalikmi? Michael She amerikalikmi degan gap qanday yasaldi? Qarang. Miguk Amerika. Saram inson, ya'ni amerikalik degan ma'noni bildiradi koreys tilida. Endi unga imlikka qo'shilyapti. Bu so'roq gapda qo'shiladigan qo'shimcha edi. Imlikka. So'roq gaplarda qo'shiladigan imlikka edi. U saram imnida desak nima bo'lardi? O'qituvchidir bo'lardi. O'qituvchidir. Saram imlikka bo'lsa amerikalikmi deyapti. Mi degan qo'shimchani beryapti. Tushunarli? Endi mana shuni yo'q, u amerikalik emas desa nima bo'lar ekan? Endi ko'ramiz shuni. Ani yo'q. Chonin miguk sarami animnida bo'lyapti. Ya'ni miguk saram o'zi tushyapti va saramga hozir o'tganimiz i qo'shilib animnida qo'shilyapti. Michael She'ning miguk saramlikka ani yo'q, chonin miguk sarami animnida. Yo'q, men miguk sarami emasman. Chonin huju saramlikda. Men Avstraliyalikman. Masalan, Michael She'ning Isfaga animnida. Michael She doktor emas. Ko'rdingizmi? Bu qanaqa? Michael She ot, Isa ham ot. Mana shu otga iga qo'shimchasi qo'shilib, animnidani qo'shib qo'yapti. Va u emas degan grammatika yasalyapti. Chonin haksingi animnida. Men o'quvchi emasman. Haksing. Chonin men haksing. O'quvchi animnida emas. Hanguk saram imlikka. Unda nima? Koreyalikmisiz? Koreyalikmisiz deganini lekin hanguk saram imlikka bilan beryapti. Shunda yo'q degan ma'no ani yo'q, hanguk sarami animnida yo'q. Koreys ham emasman deyapti. Koreys emasman. Hanguk sarami animnida.
미국 사람만 nima bo'ladi? 미국입니다 bo'ladi. Ya'ni animnida bilan gap tuzildimi? Siz javobi innida bo'lsin. Bu formal gap. Innida, sinnida, innida, animnidalarni ko'rdingizmi? Bular bitta formal holat. O'sha p-nida bilan yasaladigan grammatikalar bular. P-nida bu formal gapni yasaydigan. Mana bu yerda nima deyapti? Bir-biriga intervyu beryapti. O'zimizni chiroyli qilib o'zgartirib gapiramiz-ku. Tezorlarga chiqqanimizda, ma'ruzalar qilganimizda, universitetda mana shu holatda ishlatiladigan formal gapdagi bu grammatika hisoblanadi. Rasmga qarab gap tuzing deyapti. Masalan, film degani ismi Michael aka Qupchoq, millati Yonguk, Chigop, Kija, ya'ni kasbi Kija, reporter, jurnalist. Shu holatda siz gap tuzishingiz kerak. Michael은 미국 사람입니까? 마이클은 선생님입니까? deyapti. Michael 미국 사람 ekanmi? Yo'q. 마이클은 shunda 미국 사람이 아닙니다. Ya'ni 미국 emas, amerikalik emas. U qayerli ekan? Mana berilgan Yonguk saramimida. U Yonguk saramimida. Yonguk saramimida. Mana bu yerda berildi-yu. U 마이클은 기자입니다. 선생님이 아닙니다. 선생님이 o'qituvchi emas. 아닙니다. o'qituvchi emas. Qarang, Yonguk saram입니다, 기자입니다, 선생님이 아닙니다 degan gaplar yasaldi. Nana ismi Irim, Nana Qupchoq, Jungkook xitoylik ekan, Chigop haksin o'quvchi ekan. Shunda gap tuzamiz. Shunda choni nanayo naimnida bo'ladi. Rasmiy holatda Jungkook입니다. Jungkook saram입니다. Xitoylik haksin입니다. 학생입니다. o'quvchi. Va buni Nana ismi masalan Lolaga animnida. Lola emas ismi Nanaimnida. 미국 사람이 아닙니다. Ya'ni nima emas? Amerikalik emas. 선생님 emas. 선생님이 아닙니다. o'qituvchi emas. U kim ekan? Nanaimnida, Jungkook saramimnida, 학생입니다. Va Lolaga animnida, 미국 사람이 아닙니다. 선생님이 아닙니다 degan gaplar yasaldi. Akira입니다. 일본 사람입니다. 회사원입니다. Bu yerda o'zingizni eringizni qo'yasiz. Ismingizni Lola Qupchoq O'chibek va Chigop haksin. Mana shu juda ham to'ldiriladi. Bu ID karta deyiladi. ID kartaga xuddi shunaqa qo'yilgan bo'ladi. Rasmingiz xuddi shunaqa. Juda ham oson, ayniqsa hujjatlar to'ldirganda ham juda ham kerak bo'ladi. Bugungi mavzuimiz shu yergacha edi. 수업이 여기까지 있습니다. 감사합니다.